Beni to'xtatib yuboring. To'xtang, o'zim ochib beraman. Ehtiyot bo'ling, xo'p? Keling. Taksi pulini to'lab tush. To'layman. Bitta qo'ldan o'sha gaplash. Ushaging kelyaptimi? Kelgan men o'shagim keladi. Bo'ldi, taksi pulini to'la, o'zing tushasan. Bu ham biznes chaqirgan. Qancha bo'ldi aka? 55. Yo'q. 10 mingdan kelardi mana shu yerda. Magazinga nima kirdik? Yaxshi ko'rgan qizning sifat shirinligini yegisi kelibdi, nima qilay? Bu ham sifat yer ekanmi? Ha-da. Jiyanlarim ham sifat yedi. Agar yoqmayotgan bo'lsa, ketaveraman. Ey, pulni ko'ndar, tez ko'ndar. Bo'pti, pulini to'la, o'zimni ham energetik olaman. Yoqmayotgan bo'lsa, ayt Bobur kerak emas menga. Bo'pti. Nima bo'lyapti? Nima men sevgan qizimsan, podushka qo'yibsan? Uyga kuzatib qo'yapman, Bobur. Nima bo'ldi? Meni gapirdingmi, yo'qmi? Gapirdim san haqingda. Yoqmabsan. Amakilarga o'xshaydi, rangini qara, qop-qora deyapti. Xafa bo'lma, qiz bola shunaqa o'zi. Bo'pti, bu qizni o'rama. Boshqa qizni o'rasang o'ra, buni o'rama. Menga qadrdon bo'lib qoldi bu. Bobur, menga qiz millionta nima qilaman shuni? Hayotim. Labay hayotim? Hayot. Yo hayvon. Yo kusok. Qilgan rasxotlarim hammasi teshib chiqib, zapal videolaring tarqalib ketsa, birinchi bo'lmasin, ikkalang bir narsa bo'lib qolgan yil chiqilib mana shu yerda.